qo'shiq ijro etdik o'tgan yili. Kelinglar bolalar. Bir qo'shiq ijro etdik. U ham sizlarga bag'ishlangan hurmatli ayollar. Mana bu chiqib kelayotgan bolalarimizni hozir men tushuntirib beraman, nima uchun chaqirgan. Birgalikda aytdik. O'tgan yil kelganlar bormi? Kim kelgan o'tgan yil qo'lini ko'tarsin. Ana, ayoldir u degan bir chiroyli qo'shiqni ijro etgandik. Doniyor G'oyipov ijrosida. Bu qo'shiq shunaqa qanot chiqarib uchdiki, qo'shni Qozog'istonda populyarniy bo'lib ketdi. Tojikiston, Qirg'iz. Mana shu qo'shiq. Rahmat. Rossa moda bo'lib ketdi. Bu yigit Qozog'istonga ko'chib ham ketdi. Olib oldik, yana bitta aytib bergan deb. Endi yana ham tushunarli bo'l. Mana Doniyorjon G'oyipov o'zlari chiroyli qarsagiylar. Baraka top Doniyor. Endi mana bu oq libosda turgan, farishtadek bo'lib turgan asal qizlarimiz, asal o'g'illarimiz Toshkent shahridagi 106-maxsus zaif eshituvchilar maktabining o'quvchilari bular. O'qituvchilar bilan birga. Nima uchun biz taklif qildik? Shu qo'shiqni hozir birgalikda ijro etamiz. Biz u qo'shiqni surdo tarjimasi bilan, butun dunyo tushunishi uchun surdo tarjimasi bilan hozir sizlarga taqdim etmoqchimiz. Surdo tarjimani nimaligini bilasizlar va bularning bir ustozi bor. Baxtiyor aka shu yerdamisiz? Qaddasiz? Baxtiyor aka, 2 daqiqaga keling. Baxtiyor Musayev bularning ustozi, ham aktyor, seriallarning eng zo'r rollarini ijro, ham xonanda. Qadrdonimiz Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Yaxshi shotda ekansiz. Keling, yaxshimisiz? Tabriklab oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Butun mana shu hozir san'at saroyiga yig'ilgan aziz onajonlarimiz, opalarimiz, singillarimizni, hammanglarni kirib kelgan bahor bilan tabriklayman. Kirib kelgan Ramazon bilan tabriklayman. Xonadoninglardan fayz barokat arimasin. Bayramlaringlar muborak bo'lsin. Rahmat Baxtiyor aka, sog' bo'ling. Siz aktyorligingizni bilardik, san'atkorligingizni bilardik, lekin ana surdo tarjimani ustozligingizni bilmasdik. Necha yildan beri shug'ullanasiz bu bilan? 30 yil ishladim. Voy, qancha shogirdlarni chiqaribsiz-da? Ko'z tegmasin. Menga qarang Baxtiyor aka, hozir shu qo'shiqni surdo tarjimasi bilan aytamiz. O'rganish osonmi, qiyinmi? Bilganga oson, bilmaganga birpasda o'rganadigan. Hozir Doniyorjon, birinchi qatorini aytib bering, tarjima qilib bersinlar. Qarang, mana. Azal yaratganda Xudo. Bo'ldi. Azal yaratganda Xudo. Qanaqa bo'ladi? Azal yaratganda Xudo. Qanaqa orqagami? Birinchi. Azal yaratganda Xudo. Ikkinchi qatori. Shirin so'zga jonim fido. Shirin so'zga jonim fido. Shirin so'zga jonim fido. Ha, o'rgansa bo'lar ekan. Shirin so'zga jonim fido. O'rgan. Uchinchi qatori qanaqa? Ayoldir u. Bo'ldi. Men tarjima qilib beraman. Siz aralashmang. Aralashmay turing. Ayoldir u. Shunaqami? Ha? Ya, endi bu boshqa ma'no bo'lib ketib qoladi, ozgina o'zgarish bo'lsa. O'zi qanaqa bo'ladi? O'zi ayoldir u. Ayoldir u. Ayoldir u. Jao tepadan olib tushmi? Yuzi o'zida. Shunda yuzi o'zida. Ha? O'qish kerak ekan bunga, o'qish kerak ekan. O'g'il qizlarimizga rahmat, baraka topsin, ustozlariga rahmat. Hozir aynan shu yerda mana shu yigitlarimiz, qizlarimizni mana shu konsert dasturimizda ishtirok etish uchun o'zlarini katta yordamlari bilan ana shu yerga kelishlarida yordam bergan ana shu maktabni rahbariyati ham ana shu zalda hozir o'tirishibdi. Ana shularga men o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchiman. Rahmat. Mana o'tirishibdi, mana. Azamjon, mana shu maktabning rahbari, direktorimiz.
biz hozir ana shu o'tgan yil ijro etgan ayoldir u qo'shig'ini surdo tarjimasi bilan sizlar bilan birgalikda kuylaymiz. Naqoratiga qo'shilib turasizlar. Bugungi konsertimizni Bekshoh studiyasi syomka qilyapti, ya'ni tasvirga tushiryapti. Kameralarni tomoshabinlarga qaratib olasizlar. Ozgina chiroq bersanglar ham mayli. Agar chiroq bo'lmasa, telefonni yoqib olsanglar ham bo'ladi. Mana kimlardir yoqib o'tiribdi fonarini. Telefonni, fonarlarni yoqib olamiz. Qo'shig'imiz zo'r chiqsin va butun dunyoga ma'lum va mashhur bo'lsin. Pastga tushib olasiz, dirijor. Marhamat. Demak, ayoldir u qo'shig'i Doniyor G'oyib ijrosida. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan. Ayoldir u, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga, farzandidan umid kutgan. Ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat, hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz ham ulug', siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam qizim, jonim opam, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Mingta tashvish o'yi bor, yuragini kuydirgan. Shirin xayollarga emas, hasratga to'ydirgan. Axir u xokisor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarin kuldirgan. Issiqdandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan. Axir u beg'ubor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarim kuldirgan. Issiqdandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan. Axir u beg'ubor ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat, hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz ham ulug', siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam qizim, jonim opam, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, Ayoldir u. orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, Ayoldir u. Doniyor G'oyipov